Xalq ko'rsin, xotinim tashlab ketdi. Rossiyada meni xotinim qochib ketdi, meni tashlab ketdi degan mavzular juda ham ko'p. Hozirgi murojaat ham aynan shunday. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu yerda ayb kimda? Ko'chadan bir narsa bo'lsam alamim shundan olaman. Xotini qochib ketayotganlar, erga tegib olayotgan ayollar. Boshqa Qo'rqitmang, ayollarni diliga ozor bermang. Hozirgi kunda shunaqa insonlar ko'payib ketyapti. so'z aybmanda nima qilaman? Qo'ymayman, ezg'ilayman, nima qilaman? Rossiyaga ishlagani kelib, erga tegib olyapti. Xayolim kimda bo'yotdi, bir topilsa bo'ldi. Nima uchun tangani ikkinchi tarafini ko'rmading deydi. Yo'q, ajrashib ketganman. Ayol kishi bilan hazillashib bo'lmaydi. Yo nomini chiqaraveradi, yo Hozirgi paytda qochib ketgan ekan. Yeganimda halovat yo'q, ichganimda na turganimda, na yotganimda. bu yerda sarson qilish ham bu yaxshi narsa emas agar sizni yer deb bilsa-da. Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari va obunachilar, Rossiyada ishlab yurgan musofirlar. Sizlar bilan men Qilchibek, kanalimizga xush kelibsizlar. Uzoq bir tanaffusdan keyin biz yana mavzularni boshladik va video roliklarni sizlarga taqdim etib kelmoqdamiz. Demak, videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi mavzumuz yana o'sha Rossiyaga oilaviy boradi. Kimdir xotini yurib ketadi, tashlab ketadi, kimdir eri boshqa birovni yaxshi ko'rib qoladi, tashlab ketadi. Xullas, shunga o'xshagan video murojaat. Mana shu videomizni oxirigacha ko'ring. Bu yerda erkakning gapini eshitamiz. Ayb kimdaligini siz kommentariyaga yozib qoldiring. Ha, aytgancha bitta narsani aytib o'ting. Endilikda obunachilarimizni reaksiyasiga qarab biz pul mukofotlarini tarqatamiz. Ya'ni qanday? Siz videomizni ko'ryapsizmi? Обязательно like bosing, kommentariyada aktiv bo'ling va keyingi sonimizda siz $50 yutib olaverasiz. Demak, hurmatli obunachilar, menimcha siz tushunib bo'ldingiz. Hoziroq videoga like bosing, kommentariyada esa aktiv bo'ling va omadli obunachilarga aylaning. Bir oyda 10 marta yutsangiz, menimcha bu normalniy pul. Demak, videoni tomosha qilamiz. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Tezkor xabar. Rossiyada xotinim tashlab ketdi. Mana shu videorolikni ko'rib, hamma fikrini kommentariyaga yozib qoldirib, videoga bir dona like bosib qo'ysin. Hozirgi kunda shunaqa insonlar ko'payib ketyapti. Rossiyaga ishlash maqsadida kelib uylanib olyapti, Rossiyaga ishlagani kelib erga tegib olyapti. Gap mana bu opamiz to'g'risida ketyapti. Hozirgi paytda qochib ketgan ekan. Bilaman, bu videorolikni ko'rib bizga aloqaga chiqadi. Nima uchun tangani ikkinchi tarafini ko'rmading deydi. Bu akamizga siz kimga video murojaat qilyapsiz? Iltimos videorolikni qo'ying, xalq ko'rsin, xotinim tashlab ketdi. Xalq ko'rsin, xotinim tashlab ketdi. Marhamat, videoni ko'ringlar. Iloji bo'lsa, kommentariyaga hamma fikrni yozib qoldirib, videoga bir dona like bosib qo'ying. Xotini qochib ketayotganlar, erga tegib olayotgan ayollar, sizlarning oxirgi manzillaring aeroportgacha. Kommentariyada gapim to'g'ri bo'lsa yozib qo'ying. Xotiningiz Rossiyada qochib ketdimi, O'zbekistonda qochib ketdimi? Moskvada chiqib ketgan, qochib ketgan. Yo'q. O'zidan o'zi chiqib ketgan ofitsialni xotiningizmi yo rossiyskimi? Rossiyskiy, men uydagilarning oldida o'tib Rossiyada topishganman. 3 yildan beri birga yashayman. Faqat zaksimiz bo'lmagan, men ham turmushim oxirigacha yashash niyatida o'xshagan oxirigacha birga yashash niyatida uydagilarning oldida o'tganman, как положено. Hozir endi onaga ham telefon qilmaydi, opaga ham hech kimga telefon qilmaydi, yo'q bo'lib ketgan. Necha kun bo'ldi? Почти 1 oy bo'lyapti-da. Militsiyaga borsam, militsiyaga unga beray desam, zaks kerak ekan, zaksim yo'q edi. Qarang aka, siz qayerdansiz o'zi asli? Qashqadaryodan. Qashqadaryo. Urush, короче, boshdan aytib bersam, agar bir kun oldin urushgan bo'lsak, undan keyin ko'chada aylanib keldik. To'xtang. Qarsak ikkita qo'ldan chiqadi-da, shu kuni ham bitta xotin yig'lab telefon qilyapti, yerga tegdim deyapti, Rossiyaga kelib aldanib qoldim deyapti. Video chiqqandan keyin odamlar kommentariya yozyapti. Nimaga ayollarni chiqarasan, nimaga buni chiqarasan, nimaga uni chiqarasan? Men majburligimdan chiqarmayapman. Men bu yerimga keldi. Sizlar bu yerga kelib ishlagani kelgansizlarmi, uylangani kelgansizlarmi, yerga tegani kelgansizlarmi? Sizning O'zbekistonda xotiningiz bormi, yo'qmi? Yo'q, ajrashib ketganman. Anonimiz bo'lmagan, turmushimiz bo'lmagan, kelisholmagan. Bu ayolingiz kelisholmasam ham munosabatim juda yaxshi. Misol ikkalamiz birinchi xotinim bilan ham как положено aloqam bor. Balalarni so'rab har kun chiqaman, to'liq обеспечить qilaman balalarimni. Mana shu tomonlama ko'p kelishmovchilik bo'ladi. Shu har kuni bir telefon qilaman.
Shuning uchun yashirib gaplashmayman, oldin ochiq telefon qilib ballarim bilan gaplashaman. qarang, Endi yosh ana shuning uchun eng yomon narsada ikkita tilishga qilish yomon narsa. Bitta tilishga yetadi bu zamonda hozir. Ikkita tilishga yomon. Teng bo'lib oldida gaplashsangiz, u ayol kishi bilan hazillashib bo'lmaydi. Yo nomini chiqarib beradi, yo chiqarib beradi. Qolgan mana nima demoqchi bo'lganini kommentariyada yozib ketadi endi odamlar. Aka, nikoh o'qitayotgan paytlaringiz mendan so'ramagansizlar. Urushayotgan paytlaringiz so'ramagansizlar. Ertaga men videoni qo'yaman, rasmlarni taylang, keyin videoni o'chir deysiz. Xotiningiz chiqadi, sen nima bo'lganini bilasanmi? Men bunday emas, endi erga tegdim deydi. Janjal bo'ladi, g'urbat bo'ladi, eri xotinni urishi, dakaromalni qurishi, o'rtaga bolaga qolgan men, kommentariy yozgan odamlar, nimaga oilaga aralashasan, xotinini chiqarasan, xotin kishi ham odam-ku, uni his tuyg'usi bor-ku, erkaklar kim deb bang qarochi. Qarang. Aka, videosi bilan rasmni taylang menga surishni. tashlayman. O'zi bir aloqaga chiqsin aka. Men aloqa uchrash. Shu ayolingiz sizni ko'rib turgan bo'lsa, ayolingizni yaxshi ko'rasizmi? Nima deysiz? Gapiring. Albatta yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmasam izlayman. Moskvani ko'chalarida qochib ketib bu yerda sarson qilish ham bu yaxshi narsa emas agar sizni yer deb bilsa-da. Ayolingizga gapiring. Albatta. Misol yeganimda halovat yo'q, ichganimda na turganimda, na yotganimda. Mujik ekansiz-ku. Xayolim tunda bo'yotdi, bir topilsa bo'ldi. Bu ko'chaga chiqib ishlaydigan narsa yo'q. Qo'lim bir ishga bormaydi. Ye. Farzandlardan nechta? Ikkita o'g'lim bor. Shu ayolingizdan ikkita o'g'lingiz bormi? Yo'q, bundan yo'q, hali yo'q. Ikkinchi tilishkadan deng. Brat, rasm bilan videoni taylang surishni. Tangani ikkinchi tarafi nimaga ko'rmading deb yangam chiqishi mumkin, yangam bilan ham gaplashamiz. Yangam siz keyin meni ko'rgandan keyin bilaman, menga vahima qilib chiqasiz. Maqsad bitta, er xotinni ikkovlaringiz yaxshi ko'rsalaringiz bo'ldi. Keyin aytib qo'yay, video o'chmaydi. Kommentariyaga yozayotgan insonlar bular murojaat qilyapti. Men shu narsani bo'ynimga olganman, video qo'yaman, chiqaraman deb. Mendan xafa bo'lmanglar. Yosh katta hoji onalar bizni videolarni ko'radi ekan. Men qachon gapirib chiqay, haromxo'rlar, jalablar, ifloslar, pidarazlar, shunda odamlarga qiziq. Birovni xotinini birov bilan ushlab olibdi, shunda qiziq. Oddiy narsa qiziq emas. Shuning uchun kelinglar, sizlarning rasmlaring, videolaring menga kelmasin, men qo'ymay. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Bir akamiz oilasida bir ayoli bilan urushib qolibdi-da. Eri aytibdi, hozir seni videongga tashlab beraman debdi. Ketib qolaman deyapsan desa, bo'ldi, ketmayman deb yaxshi bo'lib yashab ketdi, xullas kalom. Shunday bo'lganmi, yo'qmi bilmayman. Shunday dedi endi. Ayiblaringiz bo'lsa hozir ayting, ertaga keyin, yanga keyin. Ayib nima ayib? Ayib 100 so'z ayib menda-da, nima qilaman? Mayda gapman, qo'ymayman, ezg'ilayman, nima qilaman? Ko'chadan bir narsa bo'lsa ham alamim bechara shundan olaman. Gapimni shu ko'taradi. Endi nima deyman endi? Aka, menga qarang-da bitta. Haqiqiy erkak ekansiz. Aybni bo'yinga olish ham bu mujikning ishi-da. Aybim bo'ynimga olaman deydi. Endi to'g'ri gapda misol bu narsada qo'rqitasiz, boshqa Qo'rqitmang, ayollarni diliga ozor bermang. Hech qachon yomon gap gapirmang.